بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة خطأ قلنا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونحن على ذلك من الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz qarindoshlarimiz, bugun yana da'vat to'g'risida so'z elib bormoqchi. Biz bu da'vat to'g'risida burunma bir qanchalar programlar elib borgandik. Avvalan da'vatning ta'rifi, da'vatni nima uchun qilamiz, da'vatning alohidliklari to'g'risida so'zlab o'tgan. Undan keyin da'vat qiluvchilarning sifatlari haqida, da'vat qiluvchilarning kimliklari haqida so'z qilib, Alloh subhanahu va taoloning "Qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin ana va man ittabi'ani va ma ana minal mushrikeen" degan bu oyat to'g'risida to'xtalib o'tgan. Va har qanday bir ishninki ixlos bo'lmasa natijalik bo'lmaydiganligi to'g'risida so'zlab o'tib, bu da'vatmi eng muhim, ya'ni insoniyatga berilgan eng muhim vazifalardan biri ekanligi to'g'risida so'zlab o'tgan va eng muhim vazifaning eng kuchli ixlosga ehtiyoji bor ekanligi to'g'risida so'zlab o'tgandik. Biz shuni da'vo qilamiz yana. Har qanday bir ishningki natijali bo'lishi uchun ixlos bo'lishi lozim. Faqat ixloslar yana kifoya qilmaydi deymiz. Nurg'unlagan insonlar va ishlarga nihoyatda muxlis, amallarga nihoyatda muxlis. Faqat o muxlis bo'lgan va yoki ixlos qilgan amali Alloh subhanahu va taolo va Allohning rasuli payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalam buyurgan shaklda, talab qilgan shaklda ijro qilinmaganligini ko'ramiz. Nima uchun desa, buning ixlos bilan
kifoya qilmaydiganligini ko'rsatdi. Shuning uchun bu sifatga, ya'ni ixlos degan sifatga yana bir sifatni, ya'ni da'vatchida bo'ladigan yana bir sifatni qo'shib qo'yishimiz kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo yuqorida o'qigan oyatimizda qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin ana va man tabi'ani dedi. Yani Allah subhanahu wa taala bu yerda basirat kelimesini kullandı. Yani bizden demekçi oğlumuz ixlos bilan birga da'vat qiluvchida basirat bo'lish kerak. Yani başka insanlar, normal insanlar ko'ranmaydigan, normal insanlar bilolmaydigan, normal insanlar tushunolmaydigan vaziyatlarni, ahvollarni bilalaydigan, tushunalaydigan, ko'ralaydigan bo'lishi lozim. Da'vatchininki. Buni demoqchimiz. İnşallah bugungi mavzumuz bo'lsa, bu oyatdagi qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin ana va man ittabi'ani va ma ana minal mushrikin degan bu oyatdagi basirat haqida bo'ladi. Yani bu oyatning ma'nosi shuki, degan ey Muhammad, bu bo'lsa mening yo'lim. Yani bu din mening yo'lim. Bu din haqqida Allah subhanahu wa taolaga, Allah subhanahu wa taolaning roziligi uchun, Allah subhanahu wa taolaning talabini ijobat qilish uchun men da'vat qilaman. Bu da'vatim nima uchun, nima ustiga bu quriladi? Va yoki bu da'vat nima ustiga bino qilinadi? Bu da'vat bo'lsa basirat ustiga bino qilinadi. Biz bu programdan burun yana ilim haqida, yani ixlosningki yolg'iz kifoya qilmaydiganligi va balkida da'vat qiluvchininki ilm egasi bo'lishi lozim ekanligi to'g'risida to'xtalib o'tgan. Bugun basirat ustida to'xtalib o'tmoqchiman. Basirat degan ilmdanmi ayrim bir narsa. Nurg'un insonlar va ilm ahli kitaplarını belki de yadı biladi. Ama basirat ahli emas. Basirat egisi emas. Da'vat qilmoqchi bo'lgan insonda bir nav'i basirat bo'lishi kerak. Basiratdan bahs qildik. Basirat da'vadik. Bu basirat degan arabcha kelima. Yani ko'rish degan bo'ldi. Allah subhanahu wa taala bu oyatda qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basarin demedi. Yani men ko'z ustiga, ko'rish ustiga bino qilingan bir da'vatni da'vat qilaman demedi. Basirat ustiga dedi. Yani bu yerdan shuni chiqaramizki, ko'z bilan ko'rish boshqa narsa, basirat bilan ko'rish boshqa narsa. Shuning uchun oldi bilan biz basiratning nima ekanligi to'g'risida to'xtalib o'tishimiz kerak. Olimlar bu basiratning ma'nosi haqida bir qanchaligan ifodalarni ishlatgan. Bulardan birisi al-Imam al-Baghawi rahmatullohi alayh mundoq degan: "Hiyal ma'rifa allati tumayyizu al-haqqa min al-batil." Basirat degan haq bilan botilning o'rtasini ayiradigan narsa. Yoki haqni botildan tunib chiqadigan narsa deb ma shaklda ta'rif qilgan. Yana ikkinchi bir ta'rifda Allama Rag'ib rahmatullohi alayh mundoq degan: "Ay ala ma'rifatin va tahqiqin." Yani basiratlik adam deyilsa, yani ma'rifatlik va hammani inchikilab tadqiq qilib bilib chiqadigan adam degan bo'ladi degan mundoq ta'rifda bo'lgan. Va Kafawi rahimahulloh mundoq degan: "Bi annaha quwwatun fil qalb tudraku biha al-ma'qulat va quwwatul qalb al-mudrika al-basira" degan.
Yani basirat degan yürekteki insanın dilideki bir narsa, bir güç. Bu güçler hem maddi hem manevi narsalarni bilib chiqqili bo'ladi degan edi. Şununla asasen, bu tarifga asasen biz basiratning şu ifadede jug'lanishini to'g'ri ko'ramiz. Basirat degan insonning aqli, madaniyati, tarbiyasi, tajribasi va dinidan kelib chiqqan bir ma'rifatdir. Aldı olan insonning aqli. İkincisi bo'lsa insonning madaniyati. Üçüncüsü tarbiyasi. Dördüncüsü bo'lsa tajribasi va hammaning o'z ishiga olgan bo'lsa, o'z ishiga olgan din bo'lish kerak. Bugün biz bugünkü zamanımızda basiratni insonning ichidagi ong deb tushunsak bo'ladi. Yani eninin yuqurligi va yoki tuvanligi deb bu şekilde baha berishga mumkin. İnsanda ong paydo bo'lgan sira masalalarni va yoki hodisalarni, vaziyatlarni texmbek to'g'ri tushunishga, yaxshi tushunishga maydon topiladi. Madaniyati yo'q bo'lsa, bilim seviyesi az bo'lsa, tajribasi yo'q bo'lsa, tarbiya ko'rmagan bo'lsa, eng muhimi dinidan uzoq bo'lgan bir insonning basiratlik va yoki onglik bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bir inson basiratlik bo'lishi uchun avvalan unda aql bo'lishi kerak. Şuna Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de insanların aklıga hitap kıldı. Bu aklıga hitap kılışını biz ulul albab deb tushunsak bo'ladi. Yani akıl egalari, basirat egalari deb tushunsak bo'ladi. Şuna Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerinde insanlara hitap kılgan vaqtida aldı olan normal insana hitap kıldı. Bu insana hitap kılgan vaqtida yani ayetlerini nihayeti addilaştırıp, basitlaştırıp bir narsalarni tushundirdi. İkinciden akıllık insanlar hakkında söz kılsa ayetlerde bu akıl bu ayetler olsa biraz kengaytirilgan holatda bahs qiladi. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Deydi Allah Subhanahu wa Taala. Onlar Kur'an-ı Kerim'de fikir tadabbur qilmamdi. Yoki ularninki dillerida quluplar bormi? Deb Allah Subhanahu wa Taala aqllik bo'lishga undaydi Allah Subhanahu wa Taala. Şuna o'xshash aqlliq egasiga, aqlliqlarga hitap qilgan oyatlarda yana normal insonlarga qilgan hitoblardan biraz bir qur darajada yani kengaytirilgan hadislarni bayon qildi, voqealarni bayon qildi. Oxirida bo'lsa ulul albab yani aqli to'lgan, yetilgan, mukammallashgan insonlar to'g'risida nihayeti keng şekilde bayan kıldı ki bu insanlar normal bir işne yani şunun közü görüngen tarafıyla kifaya kılmaydı. Belki de onun çiğrisini ayırıp tatkik kılıp mahiyetini bilip çıkılgan insanlar boğallık için onları keng derecede bahs kıldı. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. O gözlerini qarı qilmaydi, lekin dillardagi qalblarni qarı qiladi dedi. Yani
dillarning bir ko'rishi bor ekanligini bu yerda Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Bu yerda bizning talab qilgani va yoki da'vatchining talab qilgani insonning ko'nglidan emas, balki de dili bilan ko'rish lozim ekanligini bayon qildi. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, inson biz masalan bir muzeyaga borsak va yoki asari atiqatning birisine ko'gili borsak, bizning ko'zimiz o asari atiqning naqshlari va yoki tashqi ko'rinishlarini bizga ko'rsatdi. Yani bizningki ko'zimiz tashqi dunyoga elib bordi. Ammo basiratlik, aqlida to'lgan ulul albab bo'lgan insonlar bo'lsa, bu asari atiqininki kelib chiqishini, qachon silinganligini, qanday vaziyatda bino qilinganligini, bu silingan bino va yoki asari atiqa nimalarni ifodalaydiganligini, buning ishida nimalar maxfiy ekanligini buni arashtirdi, buni tekshirib chiqadi. Biz qarang'uda mangan vaqtimizda ko'zlarimiz ba'zi narsalarni ko'radi, ba'zi narsalarni ko'rmaydi. Shunga o'xshash biz basiratimizni va yoki engimizni yo'qotgan vaqtimizda biz insonlarni to'g'ri ko'ramay qolamiz. Ya'ni basirat degan bu sifat da'vatchida eng muhim bo'lgan sifatlardan birisi. Ki da'vatchining vazifasi boshqalarni dinga da'vat qilish. Allah subhanahu va taolaning yo'liga chaqirish. Bu chaqirish kimni chaqirdi? İnsanlar. Yani insanlarni tanımasan, insanlarning shaxsiyatini, psikolojisini bilmesen, insanlarning tabiatini ayırıp çıkmasan, qanday şekilde bir da'vat qilasiz? İnsanlarning ba'zilari nihoyat açıqman bo'ladi. Kichikgina bir narsaga darhol açıqlab keladigan, g'azablanib keladigan bo'ladi. Ba'zi insonlar atrofida qiyomat qopqan bo'lsa-mu, onun bilan karisi yo'q, beg'araz bo'ladi. Ba'zi insonlar nihoyat mas'uliyatchan bo'ladi, ba'zilari bo'lsa mas'uliyatni ado qilmaydigan bo'ladi. Ba'zi bir insonlar ba'zi narsalarga nihoyat qiziqadigan bo'lsa, ba'zi narsalarga qat'iy unga qaramaydi. Onun ehtimol bilmaydi. Shuning uchun bu insonlarning tabiatini bilish basirat degan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam da'vat hayotining hammasida insonlarning tabiatiga alohida ahamiyat bergan. Hadislarda rivoyat qilinishicha, ba'zi insonlar kelib, "Ya Rasululloh, men nima ish qilsam jannatga kiraman va yoki eng yaxshi amalni menga deb bergin, men shuni qilay" degan vaqtida o insonga sen ananga boqqin, ananga qarag'in, ananing yanında bo'lgin, ananga hurmat qilgin degan. Ba'zi insonlar yana shu o'xshash shaklda savol so'rab kelsa, sen açıqlanmagan degan. La taqdab degan. Yana sahabalardan birisi kelib, "Men ya Rasululloh, menga bir narsani deb berginki, men o ishni qilsam, men jannatga kiraman. Shunda bir amalni menga deb bergin, men shuni qilay" deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam birinchisi Alloh subhanahu va taologa sherik keltirmaysan, ikkinchisi namozingni ado qilasan, uchinchisi ro'zangni joyida tutasan degan. Degandan keyin bu odam qaytib ketib o'tib, "Men buningga ziyodami qilmayman, buningga
bundan kam qilmayman deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam ey jamoat, ey sahobalarim, agar sizlar jannat ahlining birini ko'radigan bo'lsanglar, bu kishiga qaranglar degan. Ya'ni bu kishi shundaq qilgan bo'lsa jannatga kirdi degan. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam o insonning tabiatini bilib chiqqan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning basirati o insonning shaxsiyatini tekshirib chiqqanki, o inson gapida turadigan, so'zida turadigan, so'ziga xilof qilmaydigan, men qilman deydigan narsani qiladigan bir odamdir. İslamning asosi, rukni bo'lgan bu narsalarni payg'ambar alayhisolatu vasallam shunga qisqa shaklda ta'rif etgandi. Bizmo shuni o'xshash payg'ambar alayhisolatu vasallamga o'xshash insonlarning tabiatini, insonlarning shaxsiyatini, insonlarning psixologiyasini tekshirib chiqishimiz lozim. Va shularga qarta, shularning tabiati, shularningki shaxsiyati qarta gap qilishimiz va yoki muomala qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan: innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Sahabelerden birisine bir yerga o'tib, yani bu Hristiyan Hristiyan bo'lgan, Hristiyanlıktan İslam'a kirgan bir qabilaga o'tgan sahabelerden birisine ve onunğa shundaq degan: sen bo'lsang ahli kitap, yani Hristiyanlık dininden yeni İslam'a kirgan bir cemaatning yeniga borsan. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Olar aldı bilen şehadetini ügetkin. Kelime tevhidini ügetkin. فإنهم أطاعوا لك بذلك. Eğer sana ola şu muşu nesede itaat kılsa, senin gepin kirse, فَعَلِمْهُمْ أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Onun için olağa Allah Subhanahu ve Taala'nın bir küçük gündüzde 24 saatte 5 namazının farz kılganlığını etkin. Şolar ügetkin dedi. فَاِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ. Eğer ola şu 5 namazını doğru ada kılsa ve şunun itaat kılsa, فَعَلِمْهُمْ olağa ügetkin أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Olağa şunu getkin ki Allah Subhanahu ve Taala olağanın üstüge sadakını farz kıldı. Bu sadaka bolsa baylardan eline do, kembegallerge birle do degan. Onu getkin dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir yerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tedrici halette insanlara davet kılışını üretti. Bu bir basiretinin bir misali. Eğer de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesini öğretip olağa hem kelime tevhidini, hem 5 namazını, hem zekatını, bularını hemmini bir lam davet kılsan degan bo'lsa, bu yerda bir basiratsizlik meydana kelishi mumkindir. Ve belki de bu insanlar onu derhal kabul kılması mümkündü o sahabını. Şunun için Allah Subhanahu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o sahabege basiret bilen davet kılışının yolunu üretti. Aldı olan o insanların tabiati kabul kılıdığan tevhid kelimesini üretişini. Onun için olanın tabiati kabul kılınış merheliga yetken vaqtida namazını üretişini. Namazını okup boğandan keyin otomatik halatda olanınki zakat bolsun veya ki başka ameller bolsun bunu kabul kılış derecesiga yetadiganligini bunu üretti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu şunu bildirdi ki biz hazırki zamanımızda mı basiret bilen insanların tabiatiga, insanların psikolojisiga,
insonlarning shaxsiyatiga qarta muomala qilishimizni, insonlarning shaxsiyatini, vaziyatini, muhitini, shaharlarini, qavmlarini, millatini va yashash hayotini bilib, shuning qarta da'vat qilishimizni lozim ekanligini ko'rsatdi. Masalan, hozirgi zamonda biz Avropaga borib, İslamiyatning xabari bo'lmagan bir insonga, Hristiyan dinidagi bir insonga shahodat kalimasini va yoki tavhid kalimasini o'rgatmasdan bir aqlam Alloh subhanahu va taolo bizga jihadni farz qilgan, jihad qilish islomning birinchi rukni va yoki eng asosiy ruknlaridan birisi deb o'rgatsak va yoki sen zakat olmasang bo'lmaydi. Allohdan zakat berishing kerak. Denga o'xshash mandaq, ya'ni altın üstün qilib mandaq da'vatni ilib borsak, biz buni natija topolmaymiz. Masalan, hozirgi zamonimizda nurg'un da'vatchilarimiz bu da'vat uslubini bilmasdan oldi kelgan insonga o'xshash shaklda da'vat qilaverdi. O insanların 4-5 adamga va yoki 1-2 inson qilgan gapimi o'xshash, 100-200 adamga qilgan gapimi o'xshash bo'ladi. Tugmani o'xshash cho'gilaydi o odamniki. Bu basiratlik emas. İnsanning tabiatiga qarta muomala qilish emas. Arablarda likulli maqamin maqal degan tamsili bor. Her makamga bir maqal bor. O'xshamagan maqamlarga, o'xshamagan makonlarga, o'xshamagan so'z qilish kerak ekanligini buni ko'rsatdi. Normal bir kichik bolani da'vat qiladigan bo'lsak, bu kichik bolaga cho'nglarga o'xshash gaplarni qilsak, o kichik bola o cho'ng gaplarni ko'tarmasligi mumkin. Kambag'al bir insonga zakatning ahamiyatini anglatish to'g'ri bir da'vat emas. Jihad ustidagi insonlarga jihad ustida jihatni tabliq qilaverish bu mu bir basiratsizlik bo'ldi. Jihad ustidagi insonlarga tarbiyaning qanchalik muhim ekanligini, jamoatning qanchalik muhim ekanligini, qo'mondonga itoat qilishning qanchalik muhim ekanligini buni tabliq qilsak u o'tadi. Yana dinsiz Nauzubillah Allah subhanahu wa ta'alaga inkar qiladigan bir yaratquchining borlig'ini tunimaydigan mondaq bir insonga da'vat qilishimizda oldi bilan Alloh subhanahu va taolaning mahluqotidagi qudratlarini, mo'jizalarini buni bayon qilishimiz kerak. O insonning aqliga xitob qilishimiz kerak. Ashundaq bo'lgan vaqtida o inson uni qabul qiladi. O hech nima tunimaydigan, ashundaq hayvondaq yashab kelgan bir insonga berib, biz İslamiyatninki namozidan va yoki zakatidan va yoki hajdan va yoki jihatdan bahs qilsak, o inson o'tab berasiz deydi. Bizning gapimizni qabul qilmaydi. Ammo o insonga Alloh subhanahu va taolo o'simliklarni qanday qiratganligini, hayvonlarni qanday qiratganligini, kainatni qanday qiratganligini, bu kainatning qanday intizom shaklda, muntazam shaklda jarayon qilganligini buni deb o'tsak, balki de o inson ha bu din boshqa bir din ekan deb va o'zini boshqacha silkib o'tishi mumkin. Shuning uchun bu da'vatda da'vat qiluvchining basirat egasi bo'lishi, o'zining oldidagi insonning tabiatini bilishi, o'zining sharoitini, vaziyatini bilishi bak muhim masala. Buni biz basirat deymiz. Allah subhanahu wa taala
Mandaq deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Efemen yehdi ila'l hakki ahaqqun en yuttaba emmen la yehdi illa en yuhda. Fema lekum keyfe tahkumun. Hakka hidayet kıladigan kişi haqiqliq mı? Yoki hidayet kılınmaydigan, belki hidayetga ega bo'ladigan insonlar bekroq haqliqmi degan bu oyatida Alloh subhanahu va taolo basirat masalasini o'tirib qo'ydi. Basirat egasi boshqalarni hidayatga boshlay oladi. Basirat egasi bo'lmagan insonlar boshqalarni hidayatga boshlay olmaydi, balki de o'zida ozgandek ularni ozdirib o'tishi mumkin. Basirat egasi bo'lmagan inson balki de o'zining atrofidagi insonlarni İslamiyatni nafratlantirishi mumkin. Shuning uchun biz oldi bilan basiratlik, ilmlik, ma'rifatlik vaziyatni tushuna oladigan insonlarning tabiatini bila oladigan insonlar bo'lishimiz kerak. Yani Allah subhanahu wa taala boshqa bir oyatida mundaq deydi. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. O'zining yuziga mushundaq atrofiga qaramaydigan, ya qarablan mangadigan bu odam yaxshimi? Bu odam bekroq hidayatga kirgizadigan odammi? Yoki amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yolunda mustaqim, tüp-tüz mağdıgan, sağlam mağdıgan, etrafını köst mağdıgan insan bu mu yaxşı? Bu bekrak hidayetke başlamdı deyil. Şunun için davetçi insan etrafındaki neslerini şundaqlam köraplam ötep ketmeydi. Her qandaq nesini köygen hemen onun bir xil ibretlerini, bir xil derslerini, bir xil hikmetlerini çıkarıp mağdı. Davet işi için etrafındaki nesler veya ki etrafındaki Allah subhanahu wa ta'ala'nın mahlukatı, havadisler, hadisler behude emez. Her kandak hadisler, her kandak mahlukatlar onlardan birer hikmet, birer ders çıkılır. Basirat egesi bunu kıldı. Şunun için davet egelere basiratlik, ilimlik, ma'rifatlik bo'lish kerak. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي